Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida pensiyaga oid xizmatlarni ko'rsatish tizimini takomillashtirishga doir qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Unga ko'ra fuqarolarga nogironlik belgilanganda ulardan murojaatni talab etmagan holda, ya'ni proaktiv shaklda pensiya tayinlash belgilanmoqda. Pensiya tayinlash jarayoni raqamli tizim orqali amalga oshiriladi. Bu esa odamlarga juda qulay bo'lib, ularning vaqtini tejaydi, ovoragarchilikning oldini oladi, jarayonni tezlashtiradi. Respublikada bugungi kunda hisoblab chiqiladigan bo'lsa 52 mingdan ortiq mana shu nogironligi bo'lgan shaxslarga pensiya tayinlash ta'minlangan bo'lar ekan. Va ikkinchi o'zgartirishlardan biri bu birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga aynan mana shu pensiyalarni tayinlash va pensiya tayinlashda ularni har 2 yilda bir marta mana shu pensiyalarini nazorat qilish va ularga mana shu 1 yildan ortiq ish staji bo'ladigan bo'lsa, ularga ustamalar tayinlash bo'ladi. Va aynan mana shu ustamalar tayinlash orqali 1 yilda agar amaliyotni ko'radigan bo'lsak 8 mingdan ortiq nogironligi bo'lgan shaxslarga pensiyalari 2 yilda ko'rib chiqilib, ularga ustamalar tayinlash belgilangan bo'lar ekan. Va kiritilayotgan o'zgartirishlardan biri bu eng kam miqdordagi pensiya oluvchi mana shu nogironligi bo'lgan shaxslar bo'ladimi? Boshqa fuqarolarimiz bo'ladimi? Amaldagi qonunimizda mana shu pensiyasini 50% ushlab qolish ko'zda tutilgan edi. Ammo bugungi yangilik kiritilayotgan yangi o'zgartirish orqali eng kam iste'mol xarajatlariga yetadigan summa qoldirilib, undan qolganini ushlab qolish nazarda tutilmoqda. Qonun loyihasi deputatlar tomonidan ma'qullandi.